qo'shiqchilikda keladigan bo'lsak, o'zbek xalq qo'shiqchiligidan boshlaymiz. O'zbek xalq qo'shiqchiligimiz o'z yo'nalishi bo'yicha Toshkent, Farg'ona yo'nalishi, Xorazm yo'nalishi, qolaversa Buxoro yo'nalishining asosiy o'zini mavzu temalari bor. Bularning hammalarini o'zlariga yarasha yo'nalishlari bor, ohanglari bor. Shular haqida hozir yana o'sha yo'nalishlarda bilamizki, har bir musiqaning o'ziga xos uslubi bo'ladi. Buxoro san'atida kuy qo'shiqlarni qanday ajralib turadigan taraflari bor. Xorazm, Qoraqalpoq kuy qo'shiqlarini bilamiz, Surxondaryocha uslublari bor. Buxoro kuy navolari asosan nimalar bilan boshqa voha hududlardan ajralib turadi? Savolingiz o'rinli, Zulxumorxon. Hozir ta'kidlab o'tdik, Farg'ona, Toshkent yo'nalishida endi ustozlarimiz, bundan buyuk ustozlarimiz, Ma'murjon Uzoq yo'nalishlari, ana Yunus Rajabiy ustozimiz yo'nalishlari, o'zbek xalq qo'shiqchilik yo'nalishida, Xorazm yo'nalishida endi yana davom etkazadigan bo'lsak, bu tarafda asosan Komiljon Otaniyozov ijrolari yo'nalishi bo'yicha o'sha kishining ijro yo'nalishi, o'sha kishini Xorazm yo'nalishiga e'tibor qilganlari, Xorazm maqomchilik san'atining endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, alohida bular suvoralardan iborat. O'z hududiga mos yo'nalishda. Buxorochi, Buxoroni qanday notalarda biz ko'ramiz? Endi Buxoro yo'nalishiga keladigan bo'lsak, haqiqatan Zulxumorxon, Buxoro yo'nalishi boshqa vohalarga takrorlanmas holat. Asosan bizada Buxorocha, Buxoro folklor yo'nalishi, kim Mavriga qo'shiqlarimiz bor. Bulardan o'sha qadimiy ustozlarimiz shu yo'nalishni davom etqizib kelganlar. Bizada bu yo'nalish yangi yo'nalish emas. Bu yo'nalish bizada o'sha 4-5-asrlardan boshlab davom etib keladi. O'sha savdo markazi bo'lib qolgan bizning Buxoro hududimiz, o'sha dunyo miqyosiga oladigan bo'lsak, butun jahonimizda islom davlatlar o'rtasida 7 ta buyuk shahar bo'lsa, bittasi Buxoro hisoblanadi. Eng savdo markazi bo'lgan shu savdo markazi tufayli bizning san'atimiz ham Buxoro mavriglari ham o'sha boshqa davlatlardan o'sha aholilari ko'chib kelib savdo qilish bilan bizaga shu mavriglar, Buxoro yo'nalishlari paydo bo'lib kelmoqda. Shularni biz yoshlar, ustozlar o'rganib, hozirgi vaqtgacha davom etishga harakat qilib kelyapmiz. Buxoroning milliy qo'shiqlari deganda biz asosan qaysi qo'shiqlarni ko'z oldimizga keltiramiz, O'ktam aka? Buxoromizning Buxorocha, Mavrigi qo'shiqlar asosan o'sha amirlik davridan boshlab kelgan. Bizni o'zbek millatimizda qolaversa shu Buxoro hududida qo'shiqchilik shu san'at rivojlangan davrda. San'at rivojlangan davri 8-10-asrlarga yetib keladi. O'sha vaqtlardan boshlab Buxoro mavrigi, Buxorocha qo'shiqlar paydo bo'lib kelgan. Shu amirlikni o'zini ichida ansambl bo'lgan, o'zbek milliy xalq ansambli, u yerda doira instrumentidan foydalangan, dutordan asosan foydalanilgan, tamburdan asosiy instrument shulardan bo'lgan. Shu vaqtda Qashqar rubobi ham kirib kelgan. Agar torga keladigan bo'lsak, bu tor o'sha o'zimizni mustaqillik davridan ozgina boshlanish oldilaridan yetib kelgan bizlarda. Bu asosiy Buxorocha qo'shiqlarni ijro etish o'sha amirlik davrida ansambllarda bo'lgan. O'sha vaqtda oddiy xalqimizning ichida tuylar, qo'shiqchilik bo'lmagan. Qaysi tilda ijro qilingan? Jaydar tilga aytadigan bo'lsak, ota-onalarimiz, bobolarimiz suhbat qiladi-ku, bularni o'zini nikoh to'yi bo'lgan vaqt ham hech qanaqa muzika qo'shiq bo'lmagan ekanda. Ular hikoya qilib beradilar. Ular shunday oddiy o'zimizni musulmoncha qilib, bir osh qilib, shunday oddiy holatga o'tkazganlar. U vaqt amirlik davriga ruxsat ham berilmagan to'y qilish. O'sha zamonlarda qo'shiqlardan bir ijro qilib bera olasizmi? Buxoro mavrigi qo'shiqlari asosan ana yor-yorlardan boshlangan, keyin ana kelinki qutlug' bo'lsin to'ylari, yor yor yoroni, teng tushibdi bo'ylari, yor yor yoroni, baxtli kelin kuyovning, yor yor yoroni, bir xil orzu uylari, yor yor yoroni. Bu
og'zaki xalq og'zakidan o'tib yor sifatida, folklor sifatida xalq og'zaki ijodida kirib kelavergan. Umuman olganda bugungi yaratilayotgan qo'shiqlar tarbiyaviy ahamiyatga egami? Biz bilamiz, tarixdan yoshlar tarbiyasi eng muhim masalalardan, dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Bilamiz, eski qo'shiqlarimiz, ya'ni siz aytgan Mavriga qo'shiqlarimiz yoshlar uchun tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Xo'sh, bugungi yaratilayotgan taronalar, bugungi yaratilayotgan Buxoro san'atining mahsullari, ijodkorlar tomonidan yaratilayotgan mahsulotlar bugun xalq tomoniga qanday yetib boryapti? Savolingiz o'rinli. Endi bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu san'at bir cheksiz narsa. San'atni endi faqat biza bir tarafga yo'naltirib, tarbiya, odob, axloq haqida aytsak, bunda yoshlarimiz ham, xalq ham, muxlislar ham zerikib qoladi. Shuning uchun o'ynoq qo'shiqlar, hazil top qo'shiqlar, o'sha vaqtda ham bo'lgan hazil top qo'shiqlar. Misol uchun kim oladi qo'shig'i, og'zaki ijod, folklor, bu hazil tomuz qo'shiqlar ijro etilgan. Shuning uchun faqat bir narsaga qaratmasligimiz kerak san'atni. O'zi san'atni tarbiyaviy yo'li ham bor, odob, axloq, ota-onani hurmat qilish bor. Shu yalla qo'shiqlar ham kerak. Boshqa viloyatlarga qaraganda Buxoroning to'ylarida doimiy ravishda guvohi bo'lamiz. Ya'ni bodo qo'shig'i bilan kirib keladi. Xo'sh, bu qachondan boshlangan? Bodo qo'shig'i endi bizda shu mustaqilligimizdan oldi, shu biza 70 yilda Rus imperiyasi davrida bo'ldik. O'sha vaqtdan boshlandi bodo. Oldin bodo qo'shiqlar uncha bo'lmagan. Amirlik saroyining ichida bo'lgan bo'lishi mumkin. Kuy qo'shiqlarimizda ko'pincha to'y marosimlari uchun o'zgacha kuy qo'shiqlar, beshik to'ylarimiz uchun va bir bayram kayfiyatini beradigan qo'shiqlarimiz bor. Shunday qo'shiqlarimiz orasida milliy qo'shiqlarimiz juda ham ajralib turadi. Uzoq davrlardan beri kelayotgan. O'shalar haqida gapirsangiz. To'g'ri, har bir hududni o'zini hududiy qo'shiqlari bor. Buxoro yo'nalishida ham mana shu kelin salomlarda, asosan kelin salomlar tadbiri bo'lganda asosan ayollarimiz ijro etadi. Bu oldingi davrda ham shunday bo'lgan, hozirgi davrda ham shunday chiroyli davom etyapti. Ayol qo'shiqchilarimiz bor, o'zlari o'sha jonli ayollarimizni, o'sha kelinimizni chimildiqqa kiritish arafasida o'zlarini urf-odat marosimlarini o'tkazadilar. Bundan keyin kiyov salom qo'shiqlari bu alohida. Bunda kiyovlarimiz yig'iladi Buxoro hududida. Undan keyin kiyov ko'rdisi bor. Bu tadbirlar o'tgandan keyin ana Allohning ne'mati bilan farzand paydo bo'ladi, qizmi, unda o'g'ilmi? Aqiqa to'ylarimiz hozir urfga kirib qoldi. Aqiqa to'ylari bor. Bunda beshik to'ylar marosimi bor. Beshik to'ylarga alohida o'zi qo'shiqlarimiz bor. Ya'ni Buxoro qo'shiqlarida doim ko'ramiz, ya'ni Buxoroda bo'ladimi, umuman olganda respublikamizning turli nuqtalarida yaxshi kunlarda, fayzli kunlari bo'lganlarida, festivallarda doimiy ravishda milliy qo'shiqlar bilan baribir to'yimizning boshlang'ich shu bilan boshlanadi. Ana bu narsa haqiqatan odamni xursand qiladi. Chunki milliy qadriyatlarimiz boya aytganlaridek asrlar davomida rivojlanib kelayotgan va asrlar davomida sayqallanayotgan, avlodlardan avlodlarga meros bo'lib qolayotgan qadriyatlarni asrash bu barchamizning vazifamiz. Bugun asrab qolinyapti va shogirdlarga nimalar qoldirilyapti? Shunday, men ham hozir ish faoliyatim Shofirkon tuman madaniyat bo'limida, bizning madaniyat bo'limimizda shu urf-odatlarni saqlab qolish, shogirdlarga yaqindan yordam berib, ko'maklashish maqsadida Varzonzi folklor jamoamiz bor. U yerda ana xalqni ichidan ajratib olgan o'zi kishilarimiz bor, ayollarimiz, erkaklarimiz, o'shalar ijrosida xalq og'zaki ijodlaridan foydalanib kelyapmiz. Qolaversa, xalq milliy ansamblimiz bor. Bu yerga shu milliy faqat qo'shiqchilik, raqs ijro etiladi. Keyin teatr guruhimiz bor. Bu yerda yosh aktyorlar teatri guruhi bor. Keyin alohida xalq teatri guruhlari bor. Shu yerda barcha shu tumanimizdagi, viloyatdagi talantli yoshlarni jalb qilib, ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, tarbiya qilib kelyapmiz. Shu o'rinda bitta savolim bor edi sizga. Ana bugungi kundagi milliy yo'nalishlar haqida gapirdingiz. Umuman san'atga yoshlarni, tomoshabinlarni qiziqishi qanday bo'lyapti milliy yo'nalishga bugungi kunda? Ko'proq nimalarni tomosha qilyapti? Teatr deyapsiz, ana teatrda milliy qo'shiqlarimiz, raqslarimiz bor, milliy spektakllarimiz bor. Hozirgi bugungi kun tomoshabinlari uchun ko'proq nima kerak? Endi asosiy biza musiqa, madaniyat sohasini asosiy bir nuqtaga e'tiborni qaratishimiz kerak. Zulxumorxon, xalqning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish